Ijtimoiy tarmoqlarda aholimiz o'rtasida yangi virus, Coxsackie virusi chiqdi. U xavfli virus degan gaplar yuribdi. Xo'sh, Coxsackie haqiqatdan ham yangi virusmi? U inson uchun qanchalik xavfli? Bu haqida mutaxassisdan eshitamiz. Assalomu alaykum, hurmatli eshituvchilar. Coxsackie virusi to'g'risida gapiradigan bo'lsak, Coxsackie virusi qadimdan ma'lum bo'lgan virus va xalqni tilida bu Coxsackie virusi deb atalishi yaqin-yaqindan paydo bo'ldi. Aslida bu enteroviruslar oilasiga mansub bo'lib, buni 70 dan ortiq shtammi mavjud. Va buni bir nechta shtammigina, demak, odamlarda kasallik chaqirish ehtimoli yuqori. Bu virusni tabiati shundayki, virus demak aholi orasida iyun oyidan kuz oyining noyabr oyiga qadar davom etadigan mavsumiylik xarakteriga ega. Va shu narsani ta'kidlab o'tardiki, bu enteroviruslar demak zararlaydigan joyiga qarab turib, demak kasallik belgilarini yuzaga keltiradi. Masalan, og'iz, burun, nafas olish yo'lida agar zararlanish bo'ladigan bo'lsa, bunday holda oddiy shamollash kabi belgilar bilan o'tadigan va 80-90% holatlarda o'ta yengil va tez tuzaladigan demak kasallik chaqiradi. Agar boshqadan ichak yo'lida zararlanish yuzaga keladigan bo'lsa, bunda asosan diareya ko'rinishdagi belgilar bilan kechadigan kasallik, ya'ni bu ich ketishi yoki turli boshqadan ichak funksiyasining buzilishlari bilan namoyon bo'ladigan kasallikni chaqiradi. Shuning bilan birga ayrim hollarda bu badanda turli toshmalarni ham keltirib chiqarishi mumkin. Va bunday toshmalar ayrim bu kabi toshmalar bilan o'tadigan kasalliklar bilan demak taqqoslanib, differensial diagnostikasiga sabab bo'ladi. Endi Coxsackie virusini o'zini agar aytib o'tadigan bo'lsak, yuqorida aytib o'tgandek 80-90% da yengil o'tadi va o'ta xavfli hisoblanmaydi. Biroq yuqish yo'li va yuqishi tezligi jihatidan juda keng tarqalishi ehtimoli bor. Ya'ni yopiq joylarda yoki uyushgan jamoalarda bunday kasallik bilan, kasallik belgilari bilan bolalar yoki bemor bo'ladigan bo'lsa, u albatta yon atrofidagi sog'lom bolalar yoki sog'lom odamlar uchun yuqtirish xavfi bo'ladi. Shu sababli ham bunday Coxsackie virusi bilan zararlangan bemorlar albatta alohidalanishi va parvarishlanishi lozim bo'ladi. Qisqa qilib aytganda, Coxsackie yangi virus emas. Gigiyena qoidalariga rioya qiling, salomatligingiz o'z qo'lingizda ekanligini unutmang.